Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushbir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Xitoy doiralari Uchtirpanning imomlari yezisida yurgizayotgan atalmış aşqulluqqa qarshi turish harakatining o'zi aşqulluq tusini olganligini, dehqonlarning hal kuni zo'r darajada kayniga chekinganligi ma'lum. Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan yerlik bir kadrning oshkorlashicha, doiralar yezi tavasidagi diniy tuyg'usi kuchli kishilarni hatto oila bo'yicha bir yerga yig'ib, ediviy ta'lim tarbiya olib olgan. Uning bildirishicha, bu xil harakatning o'zida bir xil solchillik tusi bor ekan. Uchtirpan oilasining imomlari mezisida o'tgan yili iyulda qonliq to'qinish yuz berib, 15dan 20 dak odam o'lgan. Vaqada 8-9 nafar hujumchi noposining 99% Uyg'urlar tashkil qiladigan mazkur yezining 40% terilg'u yerini egallab turgan 4 Xitoy oila hujum qilgan. Bu vaqadan keyin Xitoy hukumatı mazkur yezida amalliq tadbirlarini kuchaytgan. Bu yezga tushgan xizmat o'mikini ko'paytgan edi. Yerli kadrning oshkorlashicha, xizmat korpusidagilar dehqonlarni bekor qo'ymaslik uchun ularni oila bo'yicha boshog'ay degan. Natijada dehqonlar o'z yeriga ishlashga vaqt ajratolmay, ziroatlarining hosili kamayib ketgan. Bu dehqonlarning qattiq azobini qo'zg'agan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti 2015-yillik dokladida bu yildimi Uyg'urlarning barliq huquqlari ilgirlab darsanda qilinganligini ko'rsatdi. 8-oktyabr e'lon qilingan bu doklad 6 bobdan tarkib topgan. Dokladda Uyg'ur kishilik huquq vaziyatiga maxsus bir bob ajratilgandan sirt fikr ifoda erkinligi, diniy erkinlik, osonliklar huquqi, nupus tizginlash qatorliq temalarning hammasida birdek tilga ilingan. Dokladning kirish so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarning diniy, milliy va madaniy huquqlarini ilgirlab darsanda qilayotganligi, Uyg'urlar va Tibetlarning Xitoyning zulmiga eng og'ir uchrayotganlar ekanligi bayon qilingan. Aqso Bayda yuz bergan ko'mirkan vaqasiga bugun 20 kun bo'lgan bo'lsa-mu, hujumchilar ta hozirgacha tutilmagan. Terek kömürkenideki doğru iskilat küzetgöçüsünün aşkarlaşıca, tikuchar ayrıpılarla çarlaş dairesini tağ bağrıdan yaylaqlarga ve dalı etizlarga kengaytken. Her qaysi izlardan tağ yoluga pişik çarvıcıla izleş operasiyası gaydelgen. Vaqadan keyin işten to'xtatilgan kan quduqlarının her qaysisi texi iş başlamagan. Məktəb qorusunu komandalıq mərkəziga ötküzüb bergen Terek bazarlıq başlanmış məktəb oquvchilarımı öz məktibiga texi qaytarmagan. 18-sentabr Baynayisi Terek Bazarı Soğan kömür kenida hücum qilish vaqasi yuz berib, 50 atrofida odamning o'lganligi, hücumchilarning tag'ishchiga qechib ketganligi xabar qilingan edi. 7-oktyabr İstanbulda mərhum Muhammed İmin Buğra vafatının 50 yilligi münasibati bilan xalqaralıq Muhammed İmin Buğra ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu yig'inni İstanbul Universiteti Türkologiya instituti bilan Sharq Turkiston vahbi birlikda uyushtirdi. Yig'inda Turkiyadagi Uyg'ur doktorlar, Turkiya, Yaponiya, Azerbaycan, Germaniya, Amerika qatorliq ellardan kelgan tadqiqotchilar Mamtimin Buğraning hayotiy faoliyati haqidagi ilmiy maqolalarini o'qib o'tdi. Mamtimin Buğra 20-asr Uyg'ur tarixidagi eng muhim va nupuzli shaxslardan biri. U 1930-yillarda Uyg'ur diyorida portlagan mustaqillik urushiga aktiv ovoz qo'shgan va Xotanga amir bo'lgan. Marhum Mamtimin Buğra 1949-yili hijrat qilib, keyingi hayotini Turkiyada o'tkazgan va Sharq Turkiston tarixiy nomli yirik tarixiy asrini tamomlagan. O 1965-yili 29 aprel 64 yaşında Türkiye'de olamdan o'tgan edi. Amerika tarixchisi Ryan Tom'ning Uyg'ur tarixidagi ulug'liq musofirlari nomli kitobi Amerika tarix jamiyatining 2015-yillik oliy mukofotiga erishdi. Amerika tarix jamiyati 1896-yildan buyon tarix sohasidagi nodir asarlarga mukofot berishni davom qilib kelmoqda. Bu yilgisi mazkur jamiyatning 130-qitimliq mukofoti. Jamiyatning tor betiga qaraganda bu yillik mukofotga 1500 asar qatnashtirilgan. Asarlarni 100 ga yaqin tarixchi baholab chiqqan.
30 atrofida asar 2015-yillik mukofotga tanlangan. Bularning ichida Uyg'ur tarixidagi ulug'larga, ya'ni mazariy mashayiqlarga cho'qinish, xohishi tarixiy nuqtadan ilmiy yo'ritib berilgan kitob Uyg'ur tarixidagi ulug'liq musofirlari John K. Fairbank mukofotiga erishgan. John K. Fairbank Harvard Universiteti Sharq Osiyo tadqiqot markazining sobiq direktori bo'lib, u hayot vaqtida Xitoy tarixi tadqiqotidagi nopozliq olim edi. 1995-yili 5-oktyabr kuni mutafakkur Uyg'ur shoiri Abdurahim Tilashib O'tkir Urumchida vafot bo'lgan edi. Ayni yili marhumning o'lim xabari Uyg'ur ilm sohasini, jumladan butkul Uyg'ur diyorini cheksiz motamga solgan. Uning yaqin yo'riqlari yoqi yirtib yosh to'kishgan edi. Uning vafotiga mana bu yil 5-oktyabr 20 yil bo'lgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar o'zining qalb to'ridan o'rin bergan bu marhum yozuvchisini hech unutqani yo'q. Bir ömür o'z xalqining yeshini yig'lab, dard alamlarga hamnafas bo'lib kelgan bu harmas qalam egisining yolqinliq misralari o'z xalqining naqsh kuylariga singib ketdi. Uning she'rlari Uyg'urlar vatandila emas, hatto Anadolu tuproqlaridami turk cho'lponlarining kuylarida jo'laldi. Möhtərəm televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.